Endigi mahsulotlarimiz gigiyena mahsulotlari, soch uchun, sochchi hamma to'ri uchun javob beradigan shampunlarimiz. Manba 4 yoshdan boshlab bolalar uchun ham javob beradi. Питание восстановление, ona bola birga ishlatsanglar bo'ladi qizinglar bilan inshaalloh. Sochga linoley moddasi bor, sochni juda ham mягкий qilib qo'yadi, quruq sochlar uchun javob beradi. Ideodan dezodorantimiz kiyimda dog' qoldirmaydi, tez quriydi, sharikovый ham, spreyini ham hidi rosa приятный. Shuning uchun faqat mana shu yashilidan o'rganib oldim, faqat yashilidan uryapman. O'zim ham mana shu yashildan ishlataman. O'zimniki ham hozir shu deydi ochig'i. O'zim ham mana shu yashildan ishlataman. Bonjourdan keldilar dush 20 ming. Bu 36 ming, 35 ming sizlarga. 25 ming. Shampunlarimiz 35 ming. Geldilar dush Macachino 35 ming so'm, 20 ming so'm. Qizlar ham bitta keldi. Bu ayni hozirgi mavsum uchun, kuz mavsumi uchun krossovkalarda qizlar yomon hidli bo'lishi mumkin. Ayollarda, erkaklarda bu krossovkada kuni bilan yuradiganlar tushunadi buni. Shuning uchun oyoq kiyim hidlanmasligi uchun oyoq kiyimga sepiladigan dezodorant для обув. Buni narxi 56 ming so'm qizlar. Imamim bilan nabor qilib olsanglar bo'ladi. Buni narxi 25 ming so'm. Krem antiperspirant. Buni oyog'ingizni yuvib, tozalab, toza oyoqqa surasizlar. Krossovkalar kiyganingizda hidlatmaydi. Oyoq kiyimingizda noxush hidlar bo'lsa, bu dezodorant sepasizlar. Naborimiz bor yo'q 80 ming bo'ladi. Qizlar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa yozinglar. D-Line seriyamizdan qo'l va oyoq uchun mo'ljallangan depilyasiya poloskalari, dezodorantlarimiz Beauty Care Murmurdan. Maroska seriyasidan soch uchun sivrotkalar, ya'ni bu maska soch uchun-da, lekin yuvish talab etilmaydi. Yuvib bo'lganingizdan keyin boshqa tagiga oziqlantirish uchun sursanglar bo'ladi. Buning narxi 20 ming so'mdan. Sochni dazmol qilganingizdan keyin keratin kompleks UV filtr, ya'ni sochimizni yomon nurlardan asraydi, inshaalloh quyosh nurlarini yomon narsalardan asraydi, ziyonlaridan. Plus sochimizni to'klanib, dazmol qilgandan keyin mundoq to'klanib uchadi-ku, ana o'shani oldini oladi inshaalloh Allohning izni bilan. 40 ming so'mdan bular narxi. Shunaqa narsalarim bor. Direktdan yoki lichkadan yozsanglar, narxlari haqida to'liq yana ma'lumot beraman. Kelishtirib beraman, qizlar bemalol yozaveringlar.